$28,200. Juda ko'pchilik muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz iloji bo'lsa narxi boshida ayting deyotdi. Mana ko'rib turibsiz, bu uyimiz Angren shahar 5/5 dahasi 7-domning 1-qavatida joylashgan xonadonimiz bo'ladi. To'g'rimizda mana koridor qismlarimizni ko'rishingiz mumkin. Katta eshigimizdan kirganimizda to'g'rimizda kladovkalarimiz bor. Qishki yozgi kiyimlaringiz yo boshqa qanaqadir omborxona sifatida foydalansangiz bo'ladigan sharoitda. Aytganimdek, narxiga arziydimi yo'qmi, bu narsa haqida ham izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Kirganimizdan keyin o'ng tomonimizga keladigan bo'lsak, mana bunaqa bitta yotoqxonamiz kutib oladi bizni. Ko'rib turibsiz, ancha tinch holatda, tashqarida bolalar maza qilib o'ynaydigan sharoitda va xonamiz o'zini ham ta'mirlari o'rtacha holatda ko'rib turibsiz. Mana yaxshi holatda, shkaflarimiz bilan birgalikda ancha to'lib turibdi. Va bundan o'tadigan bo'lsak, katta eshigimizda mana shundoq kirganimizda to'g'rimizdagi xonaga keladigan bo'lsak, zal qismimiz joylashgan. Zalimizda ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Aboylarimiz chiroyli qilib tortib qo'yishgan. Bundan tashqari mana pardalarimiz ilib qo'yilgan. Bu yog'imizdan o'sha balkon qismiga o'tib ketadigan sharoitda. Ko'rib turibsiz, bu tomonimizda ham xuddi mana shu yaxshi holatda turibdi va endi bundan chiqadigan bo'lsak, to'g'rimizda mana hojatxonalarimiz joylashgan. Hojatxonamizni ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Alohida bo'ladi, bilasiz, yuvinish xonasi bilan hojatxonalari ikkalasi alohida qilingan. Mana bu tomonimizda esa ko'rib turibsiz, yuvinish xonamiz joylashgan. Bundan keyin oshxonaga o'tamiz. Shundoqqina bu yoqqa o'tsak, oshxona qismimiz. Mana oshxonamizni ko'ryapsiz, ajoyibgina, shinamgina, kichkinagina holatda va kichkina oilamiz bo'ladigan bo'lsa, 3 kishi mana bu joyga o'tirib bemalol ovqatlanib olsa bo'ladigan sharoitda va suv, svet, gazlarimizdan umuman muammo joylari yo'q. Bilasiz, angrenliklar juda ham yaxshi biladi. 5/5 da bunaqa narsalarda umuman muammo yo'q. Eshigimiz yuqorisida shkafchalarimiz joylashgan. Va endi balkon qismimizga o'tadigan bo'lsak, 1,5 ga 6 holatda bu yog'imizda mana oshxonaning narsalari turish uchun shkafchalar qilib qo'yilgan ekan. Bu yog'imizda 1,5 ga 6 holatida mana ko'rib turibsiz balkon qismimiz va 1-qavat bo'lgani uchun mana shunday qilib turib yo'lga qarab o'tirsangiz bo'ladigan sharoitda. 1-qavatdan bemalol kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Bu joyimiz uchun boshida aytganimdek $28,200 deb narx so'rashyapti. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beradigan joylari bor. Pastda telefon raqamlarini qoldiramiz opisioniya qismida. Bemalol telefon qilib turib gaplashib baraka qilsangiz bo'ladi. Bu videomizda esa Angren shahar 5/5 dahasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, tez ularga jo'natib qo'yamiz. Ko'rib turibsiz, ta'mirlari o'rtacha, yaxshi holatda, bemalol kelib turib mana shu joyda yashasa bo'ladi.